Qiladigan ham boshqa hozir nomerga qashib yapishamiz. Qo'yib eshiklargacha polni qo'yib video obzor ko'rsatamiz. Qolgan eshiklarni qo'yib ketamiz. To'g'ri bo'ldik. Mustahkamga chetga. Mana biz eshik qo'yiladi. Narga ikkita eshik olib tashlaymiz. O'rniga bitta eshik qo'yiladi qoldi. Sonunda qo'yildik. Eshikka sankirga ospenasini uramiz. Eshigimiz ham qonligi normal og'ir ekan. Zo'rg'a qo'yib oldik. Eshikka qo'yib tashladik. Sizlarga mana salafonni tishlatib qo'ydik. Hozir biz mana yoqqa ankir qoqib chiqamiz. Yana bir mustahkamlash uchun devorni. Bu eshikka og'irligi ancha og'ir ekan. 200 kiloga yaqin. 100 dan oshib keladi xullas. Mana yoqqa hozir svarka qilib turib, svarish apparat bilan setka to'qib, setka qoqib tashlamoqchimiz. Hadi mustahkam bo'lish uchun.